Hammaga assalomu alaykum. Barchangizga kuningiz xayrli va barakotli bo'lsin. Meni uzoq yaqindan kuzatib turgan aziz opa-singillarimiz hamda musofirda yurganlarga barchangizga Ufadan alangali salomlarimni aytib qolaman. Bugungi vlogim, bugungi kunlarim, ishlarimni sizlar bilan birgalikda boshlab olganimdan juda ham xursandman. Yangi vlogimga xush kelibsizlar. Bugün mana shunaqangi antika neobычный ponchiklar tayyorlamoqchiman. Hot dog, pizza, gamburgerlardan ozroq xamir ortib qolgandi. U yoqda hamma narsa yetarli, boshqa narsa chiqarish kerak emas ekan. Ozroq qoldirsam bu xamirim achib qoladi. Shuning uchun svejligida bolalarim uchun neobычный ponchikchalar tayyorlab bermoqchiman. Yani tayyorlab qo'ymoqchiman, ketib turib olib ketaman bolalarim uchun. Nima uchun neobычный ponchiklarni bilasizlar, anaqa tumaloq qilib turib o'rtasi teshikcha bo'ladi. Bu esa shunchaki tayyor zuvalarni 200 grammlik zuvalaydi, adashmasam bu yerda. Shuni qalinroq qilib yoyib oldim va 8 donaga bo'lib oldim. Keyingi zolamizni ham xuddi shunaqa qilib yoyib 8 donaga buni ham bo'lib oldim. Lekin eslatib o'taman, bu yerda sal yuqoriroq yoydim. Bundanda qalinroq yoyish kerak, chunki ponchik bu endi ponchik bo'lish kerak-da. Shunaqa mana hammasini yoqqa solib qovurib olaman. Friturkada qovurib olsam ham bo'lardi. Unda men hozirgina pirojki bilan chiburek qovurganim uchun ozroq yog'imiz nima deydi, qoraydi, uni almashtirishim kerak yog'ini. Shuning uchun nima deydi, yangi yog' quyib skоворodkada qovurib olyapman. Mana shunaqa qilib ponchikchalarimizni ikki tarafini rumyanli qilib qizartirib qovurib olamiz. Keyin qovurib olgan nima deydi, ponchiklarimizni nimada shakarga bulab olamiz. Uyda o'tirgan uy bekalariga ham tezdagina nima bo'ladi, qiynalib o'tirmasdan shunday kesadi qovurib oladi. Osongina retsept deb o'ylayman. Mana ponchiklarimiz tayyor bo'ldi. Tayyor bo'lgan ponchiklarimizni shunaqa qilib issig'ida shakarga bulab olaman. Xohlagan formangizda qilishingiz mumkin yoki tumaloq bunaqa qilsangiz ham bo'ladi, yoki tumaloq o'rtasi teshik nima deydi, ponchik shaklida qilsangiz ham bo'ladi. Bu shunaqa kurchak shaklidagi ponchiklar. Shunaqa qilib hammasini shakarga bulab olaman. Keyin esa mana shu ichiga nachinkasi uchun shokoladniy pasta, krem, tortlar uchun kremni ishlatsangiz ham bo'ladi. Zavornoy krem ishlatsangiz ham bo'ladi. Xullas qanaqa krem topsangiz, varenyalar ham bo'ladi. Oljali varenya, qulpnoyli varenyalar bo'ladi-ku, jemlardan foydalansangiz bo'ladi. Men esa bu yerda xladniyni olsam, hech nima yo'q ekan, faqat smetana bilan sukushonniy moloko bor ekan, quyultirilgan sut. Shuni 50 ga qilib aralashtirib oldim. Aralashtirib shunaqa qilib pichoq yordamida ponchiklarimizni shunaqa ozgina teshikcha hosil qilamizda va krem sovolyapman bu yerda. Aytib o'tganimdek, smetana bilan sukushonniy molokodan foydalanyapman. Bu yerda hamma xohlovchilar qanaqa kremdan foydalansangiz ham bo'laveradi. Shokoladniy pastadan o'zi juda ham boshqacha shirin bo'ladi. Qo'llarim yaxshi ko'rganim uchun.
Endi hammani o'zini vkusi bor. Qanday tayyorlasangiz bo'ladi. Lekin smetana bilan sug'ushonkaga ham juda ham bir boshqacha bo'pti. Albatta tayyorlab ko'ring. Bizga juda ham yoqdi. Lekin smetana bilan sug'ushonli moloko nimani xamirni tez bitasa qilib bilasizlar. Issiqda quyapman yana uni ustiga. Uni tezda yuvarish kerak. Chunki xamir nima deydi? Ponchiklarimiz uyib qoladi. Ya'ni yumshoq nima bo'lib qoladi. Shuning uchun issig'ida tavsiya qilaman yeyishni. Ya'ni qilganingizdan keyin sразу yeyishni tavsiya qilaman. Chunki mana shokoladli pasta, kremlardan foydalansangiz, qancha tursa ham hech narsa bo'lmaydi. Silishni anaqa nima deyman? Men tayyorlagan kremga, sug'ushonli moloko bilan smetanaga tezda yeb yuborish kerak. Chunki xamir bo'lib qoladi.